بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الثاني. عرب درستكي ikinci قسم. الدرس الهادي والثلاثون. 31 ders. Yani ahırkı dersimiz. Hem de bugünkü dersimizdeki asaslık noktalık gramatika sıfat ve sıfatlanguchi. Bunu Arapça as-sifa vel mevsuf yoki an-na'tu vel men'ud deydi. An-na'tu vel men'ud sıfat ve sıfatlanguchi. Yani bu sözleşme tegishlik qanday munosabatlik grammatik va desa sifatlanguchi jumlada qanday o'ringa ega bo'lsa sifatmi shunday o'ringa ega bo'ladi. Demakchi sifatlanguchi pash o'qilsa sifatmi pash o'qiladi. Sifatlanguchi zavar o'qilsa sifatmi zavar. Sifatlanguchi zir o'qilsa sifatmi zir. Sifatlanguchi birlik bo'lsa sifatmi birlik. İkilik bo'lsa sifatmi ikilik. Sifatlanguchi ko'plik bo'lsa sifatmi nima? Ko'plik. Sifatlanguchi erlik bo'lsa sifatmi erlik, ayollik bo'lsa sifatmi nima? Ayollik. Sifatlanguchi iniq bo'lsa, ya'ni ma'rifa bo'lsa sifatmi iniq, ya'ni ma'rifa. Sifatlanguchi iniqsiz, ya'ni nakira bo'lsa sifatmi nima qiladi? Nakira qiladi. Demak, mushtaraflarda sifatlanguchi sifatga to'liq ergashadi. Ana bu Uyg'ur tilimizda sifatlanguchilarning tarjimasida avval sifatni tilga olib, undan keyin sifatlanguchini tilga olamiz. Masalan, qizil olma. Shundaymi? Pakar o'quvchi. Simiz o'qituvchi degandek. Ammo arab tilida bo'lsa sifatlanguchi burun keladi, sifatlanguchi keladi, keyinda keladi. Masalan, qizil olma deganni at-tufahul ahmar. At-tufah sifatlanguchi, al-ahmar nima sifat? Pakar o'quvchi, at-talibul qasiru. At-talib sifatlanguchi, al-qasir sifat bo'ladi. Simiz o'qituvchi, al-mudarrisus samin. Al-mudarris sifatlanguchi, samin nimasi bo'ladi? Sifat bo'ladi. Mana bu sifat mavzu. Endi sifat mavzuga tuanligidek 10 xil ishda ergashib keladigan, 10 xil ishda o'xshash keladi. Birinchisi pashlik, ikkinchisi zivarlik, uchinchisi zirlik. Demak, sifatlanguchi qaysi bo'lsa sifatni shu bo'lib keladi. Shundaqmi? Ikkinchisi nima? To'rtinchisi erlik, beshinchisi ayollik. Sifatlanguchi er bo'lib qolsa sifatmi erlik, sifatlanguchi ayollik bo'lib qolsa sifatmi nima? Ayollik shaklida keladi. Oltinchisi birlik, yettinchisi ikilik, sakkizinchisi ko'plik. Birlik, ikilik, ko'plik. Uch tarafdami sifatlanguchiga ergashib keladi. To'qqizinchisi iniq va iniqsizlikda, ya'ni ma'rifa, nakirlikda. Sifatlanguchi ma'rifa bo'lsa sifatmi nima? Ma'rifa. Sifatlanguchi nakira bo'lsa sifatmi nima? Nakira keladi. Endi bu o'nning hammasi teng keladi. Yo'q. Pash, zivar, zirning cho'qim 3 ning birisi bor. Shundaqmi? Chunki bir so'z degan ya pash o'qiladi, ya zivar o'qiladi, yana nima o'qiladi? Zir. 3 ning birini oldikmi? 1. Shundaqmi? Erlik ayollikdan ya erlik bo'ladi, ya ayollik bo'ladi. 2 ning birisini oldikmi? Necha oldi? 2. İniq ve iniqsizlikda, ma'rif ekanlikda ya ma'rif bo'ldi, ya nakir bo'ldi. 2 ning birini oldikmi? Necha? 3. Birlik, ikilik, ko'plikda ya birlik, ya ikilik, ya ko'plik bo'ladi. 3 ning necha? Percent jami necha? 4. Demak, 10 xil holatning 4ida muqim ergashadi. Masalan, misollar so'zlab qo'yaylik. Bayat naga misalda at-talibul qasiru yoki at-talibul mujtahidu deydi, tircha o'qildi. Shundami? Tepib boqaylik. At-talibu pash o'qilibdi, mujtahidu nima o'qildi? Pash. Nimaga gashdi? Pashlikda 1. At-talibu erlik bo'ldi, mujtahidu nima bo'ldi? Erlik bo'ldi.
Birlik ayollıqda geçti. 2. At-talibu iniq kelimedi, al-mujtahidumu iniq, yani ma'rifa keldi. Neçe 3. At-talibu birlik bo'ladi, al-mujtahidu nima birlik keldi. Neçe 4. Yuqartilgan 10 narsaning nimasi 4 ta agishdi. Endi asli sifat mavsuflik birikmi 2 xil. Biri sifatning ma'nosi mavsufga munosabatlik emas, boshqa tarafga mavsuf munosabatlik, boshqa bir tarafga munosabatlik bo'ladi. Buni bu yerda so'zlamaymiz. Bizga asos maqsad sifatning mazmuni kimni sifatlaydigan, sifatlanguvchini sifatlaydigan sifat. Bayatman degandek tirishcha o'quvchilik, tirishchalik bevosita kimga berib taqiladi? O'quvchiga. Ana shu xil sifat. Shuni tushunsak, bugungi darsimizning mazmuni oxirlashdi deb tushunsak bo'ladi. Bugungi darsimizda so'zlikni o'qishaydi. Men dialogni o'qib, tarjima qilib, dialog tarkibidagi sifat mavsuflarni ayirib chiqarib beray. الدرس الهادي والثلاثون. أين الطالبان الجديدان؟ هما في المكتبة. ذهبا ليأخذا الكتب المقررة. متى ذهبا؟ ذهبا في الحصة الثانية. يا أستاذ، أريد أن أشتري معجما عربيا. أريد أن تدلني على معجم جيد. اشتري المعجم الوسيط فإنه معجم جيد. اليوم ينتهي الجزء الثاني. متى نبدأ الجزء الثالث؟ في الأسبوع القادم إن شاء الله. نقرأ اليوم الصفحتين الأخيرتين من الجزء الثاني. يعني إشكي أخوغتي قيردا. ماذا صفت نصف قيسي؟ الطالبان الجديدان. صفت لنجتي الطالبان الجديدان مثل صفتي. أما قرب بقلي الطالبان إنق. ألف لام بلا معرفة شنداما. الجديدان مو ألف لام بلا نمو معرفة بير. الطالبان باشكلش تكيغان يعني مرفوع. الجديدان نمو مرفوع. يعني باشو قلغان شنداما رشكلسي. Üçüncüsü الطالبان إكلك. الجديدان نمو إكلك. الطالبان أرلك. الجديدان نمو أرلك. مش خطرلق إشلerde birisi ergişip okuludu. وما في المكتبة وإكلان كتبخانة. ذهب ليأخذ الكتب المقررة. Belgilengen kitaplarını eliş üçün ketti. Ama da el-kutubel mukarrarata. Mukarrarata. Bu ikisi sıfat mevsuf. Mukarrara nimo? Sıfat. El-kutub nimo? Mevsuf. Yani sıfatlangıcı. Qarab baqadak olsak. El-kutuba ya'xuzuninki nimasi to'ldiruvchi sulub zivar o'qiladi. Muqarrarata deb sifatini o'qildi zivar. El-kutuba ko'plik bo'ladi. Muqarrara shuni emas holda ayollik birlik keldi. Bu qoidani bilamiz-ku. Odatda jonsiz narsaning ko'pligiga ayollik birlik shaklda muomala qilamiz. Shundaqo. El-kutub alif lam bilan ma'ruf bo'ladi. El-muqarrara alif lam bilan nima bo'ldi? Ma'ruf bo'ldi. Mana shu yuqoridagi masala ergashdi. متى ذهب؟ قشان كتكنتي ذهب في الحصة الثانية 2 ساعات كتي مورندكي الحصة الثانية مو صفات موصوف بركمة الحصة صفات لنجوتي الثانية صفات قرب بقيلي في الحصة دب ألدغ فا ألدغ خشوقتي عامل كلش أرقلق حصتي دب زر أقلودي الثانية من مقلدي زر أقلودي الحصة دب ألف لام بلودي الثانية من با ألف لام با الحصة دب آخر دب تاوا يلا شكل دب بلودي الثانية دب تاوا يلا شكل دب كلدي الحصة دب برلك كلودي الثانية دب نم كلدي برلك كلدي. يا أستاذ أريد أن أشتري معجما عربيا. أستاذ من عربجة لغة olmoqchi, sotib olmoqchi edim. Hamda mu'jaman arabiyyan sifat mavsuf arabcha lug'at. Shundami? Mu'jaman ashtariyaning to'ldiruvchisi bo'lib zivar o'qildi. Arabiyyan degan sifat nima o'qildi? Zivar o'qildi. Mu'jaman iniqsiz, alif lamsiz keladi. Arabiyyanmi iniqsiz, yana nima keldi? Alif lamsiz keldi. Mu'jaman birlik keladi. Arabiyyan nima? Birlik. Mu'jaman arlik shaklda keladi. Arabiyyan nima? Arlik shaklda. أريد أن تدلني على معجم جديد. Bana yaxshi lug'atdan birini ko'rsatib qo'yishingizni umid qilaman.
Mu'jamin jadid. Aldığı ala kelib zir o'qildi, sifatimiz jayyid nim bo'ldi, zir o'qildi. Mu'jam birlik, jayyidmi birlik. Mu'jam zir, jayyidmi zir. Mu'jam arlik, jayyidmi nimo arlik. Mu'jam nakira, jayyidmi nimo nakira. اشتري المعجم الوسيط فإنه معجم جيد. Siz mu'jam vasitni setib oling. U yaxshi bir lug'at. Ammo mu'jam vasit degan garchi bir kitobning ismi bo'lsin, ammo qurilmasi sifat mavsuflik qurilma. Al-mu'jam mavsuf vasit nima? Sifati. Shundami? Qarasak al-mu'jamaz va quludi vasitimiz va quludi. Al-mu'jam alif lam bilan vasit alif lam bilan. Al-mu'jam arlik vasit arlik. Al-mu'jam birlik vasit nima? Birlik. Chunki u yaxshi bir lug'at dedik, mu'jamun jayyiddir, jayyid mu'jamun sifati yuqoridagidek o'xshash kelyapti. Al-yawm yantahi al-juz' ath-thani. Bugun ikkinchi qism tugaydi. Mata nabda al-juz' as-salis. Uchinchi qismni qachon boshlaymiz? Al-juz' as-sani. Ikkinchi qism degandagi al-juz'u sifatlang'ichi, as-sani nima? Sifat. Qarag'dak bo'lsak, al-juz'u Yentahinin paylı peş okuluyordu, saniye nima qildi, peş okuluyordu. El-cüz'ü alif lam ba, saniye alif lam ba. El-cüz'ü birlik, saniye nima birlik. El-cüz'ü erlik, saniye nima erlik. Üçüncü kısımdaki nima o'xshash. Cüz es-salis bayatdan ola o'xshash, cüz es-zvar qildi, salis nima qildi, zvar qildi. Bu alif lam bilan, alif lam bilan bu birlik, birlik, bu erlik, nima erlik. Fil usbul qadim inşallah. Allah xolisa kelaki hafta. Al-usbul qadim degan bu sifatni usbul birikma. Al-usbu' sifatlang'ichi qadim nimasi sifati. Usbu'i deb zir o'qildi, qadim deb zir o'qildi, al deb alif lam keldi, al qadim deb alif lam keldi, al usbu' arlik o'g'achqa al qadim arlik keldi, al usbu' birlik o'g'achqa al qadim nima keldi? Birlik keldi. Naqra al-yawm safhatayn al-akhiratayn min juz'i as-sani. Bugun ikkinchi qismdan oxirgi ikki betni o'qiymiz. Safhatayn akhiratayn sifatni o'qib. Safha sifatlang'ichi, akhiratayn nimasi sifati. As-safha alif lam ba, al-akhiratayn alif lam ba. As-safhatayn ayolliq ta'vilan shundami? Al-akhiratayn ayolliq ta'vilan. Mana buni tushunsak bo'ldi. Mana sifatning o'sibning umum ahvoli yuqoridagi dialogda tahlil qilganimizdek bo'ldi. Dialogni o'zida tushungan taraf bo'lmasa, mashqlarni bir xur ko'rib o'tib ketaylik, ha? Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrin al-awwal, birinchi ko'nikma Tuandagi savollarga javob beramiz. Albatta, bu yuqoridagi dialog munosabatligi o'g'achqa biz dialogni o'zlashtirib bo'lgandan keyin ishlasak bo'ladi. Va ikkinchisi indi mu'jamun jayyid degan mush jumlada jayyid degani sifat. Huna jayyidun na'tun degani bu yerdagi jayyid degani nimasi? Sifati. Am davatudu kitobning o'zimi davatudu ha. Sifatlang'ichiga tuandagi ishlarda agishidu. Birinchisi i'robda. I'rob degani pash, zvar, zirni ko'rsatadi. Masalan, birinchi misolda haza kitabun jadidun, kitabun pash, jadidun pash. Shundami? Ikkinchi misolda qara'atu kitaban jadidan, kitaban zvar o'qildi, jadidan nima o'qildi? Zvar o'qildi. Haza ismu kitabin jadidin, kitabin zir o'qildi muzofillar o'g'achqa, jadidin munusib o'g'achqa nima o'qildi? Zvar o'qildi. Necha narsada? 3 ta. Birinchisi nechida? 3 ta. Ya'ni 3 ning birida. Ikkinchisi erlik ayolliqda. Ahmad lahu ibnun kabir. Kabir ibn sifati. Ibn erlik o'g'achqa, kabir deb nima keldi? Erlik keldi. Va bintun sagira. Bintun ayolliq o'g'achqa, sagira nima keldi? Ayolliq keldi. Demak, mana ikkining birida. Üçüncüsü birlik, ikilik köpüklarda. Lana mudirun salih. Mudir birlik, salih mi birlik. Mudarrisan jayyiden. Mudarrisan ikilik, jayyidan nimo ikilik. Zumala u mujtahidun. Zumala köplik, mujtahidun nimo köplik. Mana ma tarafida agishidir. Dördüncüsü iniq ve iniqsizlikda. Mesela indi sayyaratun jadida. Sayyara iniqsiz, jadida iniqsiz. Es-seyyaratul jadida g'aliya. Es-seyyara iniq o'g'achqa, al-jadida nima keldi? Iniq oldu. Endi buni iniqsiz uchun alif lam bilan munosabat siza. Iniq olsin bo'laveradi. Masalan, 3-misol qarab baqsak, ayna Muhammadul yabani. Muhammad iniq o'g'achqa, yabani alif lam bilan nima bo'ldi? Iniq oldu. Alif lamni shart emas. Faqat iniq emasligi. Xolos. 3-chi mashq tuandagi berilgan misollarning har biriga sifat mavsufni muayyanlashtirib tepib chiqing degan gap, ha? Uridu an ashraba ma'an baridan desa, biz ikkilanmasdan
men sovuq su ichishni xohlayman degan jumladagi sovuq su bo'lgandan keyin uyg'ur tilida sifat bo'lib tarjima qilindi-ku. Sovuq su bo'lgandan keyin sovuq nimasi sifati, su nimasi sifatlangich deb tafsir bo'ladi. Va qolganlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi, ha. To'rtinchisi, to'yandagi jumlalarni munosib sifat bilan to'liqlang va shakliga ne qoidaga soling. Qoidaga soling degani sifatlanguvchi nima o'qilsa, sizlar aytgan sifatni shu o'qiysiz demakchi. Masalan, akaltu ta'aman va sharibtu qahvatan. Men mandaq tamoq yedim, mandaq qahva ichdim demak. Masalan, ko'p tamoq yedim, oz qahva ichdim deb baqayli, shundami? Ta'aman arilik bo'lganligi nima keladi? Kathira. Az qahva ichdim demak bo'lsa, qahva ayollik olganligini bo'ldi, qalilatan bo'ladi, shundami? Mushu bo'yicha qolganlarini to'shqitsak bo'ladi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.